1 millionta Smurfetga qarshi bitta o'sha legenda Punchman urishamiz, bratlar. Nima deb o'ylaysizlar? Punchman kuchlimi yoki Smurfetalar kuchlimi? Hozir o'zim urishtirib guvohi bo'lamiz. Fight. Yo, 1 milliontasi kelishini qaranglar buni. Fight, bratlar. Ma. Yo, chochilib ketganini. Mana senlarga. Ma. What the f... Yo, buni. Ya bitta-da. Bular tugamaydi shekilli bu. Qoch oyog'im tegdi, o'ralashmagin. Salomat, buni qara urishini. Ozgina urishga to'planmasin, ha? To'planamiz. Aha. Salomat, Punchman hozir Smurfetalarga ertaga aytayapti. Bitta urib uchirib oladi. Bu yoqni bitta urib uchirib oladi. Wow, nima bu? Qachonki tugaydi bular? Qachon tugaydi bular? Buni qaraydi. Yana ozgina ertaga aytamiz. Kelinglar bolajonlarim. Ota Smurf o'rniga bu Punchman turib oldi. Buni qaraydi. Ma senlar. Ma senlarga. Umri davomida to'yib kalta yeganmisan deydi-yu, umring davomida. Ana shunaqa kalta yeyapti bular. Wow. Qani ozgina qoldi. Davay. Mana sizlarga. Mana sizga. Qani oxirgisi. To'planamiz. Mana. Yana qopti. Qoch. Hatto bu 6 tasi o'ldirib qo'ysin. Buni qaranglar. Salomat. Qaytib kelmaydi endi bular. Qaytib keladiganmi? Yo'q.